Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik doktor Jaylev siz shaxsiy hayotingiz bilan ko'p qiziqamiz deyapti va ko'pincha nimalar bilan shug'ullanasiz deb. Men qiziqmaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma narsa bilan qiziqaman. Va hozirda men shu toza havo sihatgohida bilasizlar tovuslarimiz bor. Shu tovuslarimizni tuxumini to'plab ochirish bilan bandman. Buning uchun ikkita inkubator oldim va ikkita kurka tovuq sotib olganman. Ikkita kurka tovug'imga 3 tadan tuxum qo'ydim. Bittasi 4 ekan va hozir yana shu inkubatorlarim bilan qanaqa jo'ja ochirdim va qayda xato qildim. 6-may kuni tuxumlarni olib kelib qo'ygandim. 5 dona edi. Bittasi ochib chiqdi. Va bu yerda meni xatoyim bu 28-kuni bittasi ochib chiqdi. Bugun demak 35 kun bo'ldi. Hozir tuxumlar nimaga ochmaganini buzib nima deydi, sekin sindirib tahlillar qilib ko'ramiz. Shudgorga olib chiqib, endi nima xato qildim? Men o'sha bitta jo'jani o'lib qolmasin deb uni inkubatorda saqladimda, yondagi ikkinchi inkubatoriga ko'chirganimda ikkinchi inkubatorda demak temperaturasi 2% ga baland bo'lib qolgan va inkubator aylanib turgan. O'shani hisobiga o'sha qo'limda olayotganimda qimillab turganim ham demak ishlamay qoldi. Hozir mana ko'ramiz, meni ko'rinmaydigan assistentlarim ham bor. Men nima qilyapman? Bu hammomda qilyapman. Mana hammomga olib kelib buni o'rnatganman. Xo'p, mana bu yerda birinchi o'sha nimani ko'rsataman. Xo'p, birinchi kuni tuxumni olib keling, tuxumni. Birinchi kuni glukoza berdim. Glukoza. Ishasa qilmaydi. Salfetkani berayim. Salfetkada o'ralgan tuxum archib qo'ydim. Archib qo'ydingizmi? Hozir archdim. Mana hozir buni o'sha maydalaymiz. Bu tuxumni maydalab berasiz. Birinchi kuni oqini berdim. Hozir endi sarig'i bilan qo'shib beryapman. Mana bering. Xo'p. Demak, keyin mana bu yerda manni kasha berdim. Manni kasha va tuxum nima bu qolmaslik uchun olib kelaman. Bu yerga o'sha piyola qo'ydim. Piyolani nimasiga demak qanaqa qildim. Mana demak qushimiz bu 5 kunlik bo'lib qoldi mana. Bir dona. Lekin mana birinchi kunlari tuxum beryaptim. Lekin bugun sal nimaroq svetimizni yoqincha, lekin svet yoqmaydi chunki hammom issiq. Termometrim mana bor. Termometrimda mana demak vaqt turibman 36-37 gradusni ko'rsatyapti termometr. Lekin lampochkani ham 1-2 soatga yoqdim. Keyin mana xo'p, ko'rdingmi? Xo'p, endi mana bu joyga mana chiniga quyib qo'ydim suvni. Mana bu demak bu Makkani nimasi bilan mana Makkaniki ko'chadan olib keldi, keyin mana qadar o nima olib kelib berishdi. Don. Lekin bu donlardan ko'ra tuxum yaxshiroq ta'sir qilyapti. Tuxumni maydaladingizmi? Tezroq maydalang. Endi ungacha biz hozir nimani ko'rib turamiz. Demak, hozir nimani qo'lda ushlama deyapti, lekin ushlab ko'rsatamaslarga qanaqa ekan? Nimaga bu? Mana demak o'sha nimamiz. Bu demak 5 kunlik. Lekin hozir suvni beraman, ichtaman, ichmayman. Voy. Xo'p. Yana tuxumini beramiz. Endi hozir nima qilamiz biz? Hozir mana bu yerda mana tovuqlarimni tuxumini qo'ydim. Yana biz sanatoriyamizda fazan ham bor. Fazanni tuxumini ham oldim, mana qo'ydim. Bularga hali hech qancha bo'lgani yo'q. Bular 2 haftalik. Buni ham ochganimni ko'rsataman, lekin o'tgan yili shuni ochirib birorta ham ololmadim. Sababi o'zim nazorat qilmadim. Hozir endi o'zim yashash joyimdagi nimaga olib kelib nazorat qilyapman. Endi mana hozir buni ochamiz. Nimaga o'shaqa bo'lmaganligini bir chekkadan ko'rib chiqish uchun. Chunki bu 35 kun bo'ldi. Buni bu yerga solib sindirib ko'ramiz. Chunki 35 kundan keyin o'sha ochmaydi bu. Mana 35 kun bo'ldi. Demak, mana sekin pastga olib tushib ochib ko'ramiz. Nimaga bunaqa? 35 kun ichida ham ochmadi bu. Shuning uchun buni birgalikda ochib ko'ramiz va
nimani buzib qo'yamiz. Mana buzib qo'ydik. Buni olib chiqib ko'ramiz. Hozir tuxumni beradi. Tuxumni qanday berishni tushuntiraman va uni ko'rsatamiz. Shuni mana bunaqa qilib tuxumni oqini berdik va oqiga mana bunaqa demak nimani soldik, manniy kashani. Mana. Endi tushuntirib aytaman, bu nima tovusni kattasi, yaxshisi 2 milliondan 5 milliongacha bo'ladi. Shuning uchun undan qimmatlari ham bor. Shuning uchun shu o'zim nima qilyapman, chunki sanatoriyga kerak. Men aralashtiryapman nuqtada. Keyin mana sarig'ini ham qo'shyapman. Ko'ryapsan, ko'ryaptimi? Sarig'ini ham qo'shyapman. Chunki nimagaki bu kerak. Mana yana aralashtiryapman sarig'ini ham. Mana yana nima qo'shyapman. Ozgina ko'zchamalab qo'shilaveradi. Mana endi buni hozir nimaga doniga solib qo'yaman. O'zi solpasin. O'zim solib qo'yay. Siz ko'rmaysiz. Uyimda bir o'zim qilmayman, yonimda ayolim bor va qizim ham yordam beryapti. Shuning uchun endi hozir bular videoga tushishni xohlashmayapti. Mana men buni olib ustiga qo'ysamchi buni. Ustiga qo'shyapman. Ustiga qo'shyapman. Mana bo'ldimi? Mana mashinalar menimcha yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? Tuxumda hammasini beraylik mana. Menimcha shu bilan tirilib ketadi yana ham. Xo'p, qani beringchi tuxum sarig'ini yana qo'shibchasini ham beravering. Xo'p, buni ham oxirigacha maydalab berasiz. Chunki uni yevosin bo'lmasa, buni oxirigacha maydalab berasiz. Kelishdik? Xo'p. Mana endi suvni qo'shdikmi? Suvni ham qo'shing. Mana e'tibor bilan berasizlar. Mana endi hozir bu yeydi. Ko'ryaptimi? Mana nima lampochkasini olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tushundingiz? O'chirib qo'ying lampochkani. Bo'ladi. Endi bu necha kunlik bo'ldi bu hozir? 3 kunlik. Ochib chiqqaniga 3-kun. 1-kuni olmayapman. Endi ketdik, hozir tuxumlarni ochib ko'ramiz. Pinsetni olaylik. Lampochka yoqib ko'rmabmiz u. Уже nechinchi kun bugun? 35. Ana 35 mi? Ha, shunaqa. 6-kun bo'lsa, bugun necha kun bo'ladi? Mana spichkasini Ha? ko'rasan. Yo'q, demak, men hozir tuxumlarni bir hammasi 6-chislovdagi tuxumlar ekan. 6 mana belgi qo'yib qo'yganmiz bunaqa. Mana hozir sekin sindiramiz. Sekin nima qilamiz? Qani nima bo'ldi ekan? Bormi bu yerda? Yo'q. Bu yerda yo'q ekan. Demak, bu yerda tuxum rivojlanmagan. Nima uchun rivojlanmagan bilmadim. Demek bitta tuxum rivojlanmagan. Umuman rivojlanmagan bitta tuxum. Buni bir yerga qo'yamiz. Buni taqdirini hal qilgunimizcha. Bo'ladimi shu qo'ysak? İkinci tuxum. Bu demek bu tuxuma mı rivojlanmayapti? Nega rivojlanmaydi? Bu tuxum ham rivojlanmagan. Hatto yaqiniga ham kelmabdi. Demak, yo ular oplodotvorение bu nima deydi? Nima bo'lmagan. Mana qaydan deydi? Xo'p. Endi mana unisi. 35 kun. 35 kun ichida bo'lmagan bo'lsa, demak bo'lmaydi. Shu tuxumlarimizda faqat bittasigina, demak bu tuxumlar nima qilinmagan. Nima deydi? Rivojlanmay qolib ketibdi, sababini bilmadim.
Demak, mana 4-si. 35 kunda shuncha bo'lgan bo'lsa, demak bu keyingisi. Hammalari bir xil ekan. Demak, faqat bitta tuxumgina rivojlanibdi bizda. Qolgan 4tasi rivojlanmabdi. Hatto zarodish ham hosil bo'lmagan. Endi bilmadim nimaga bunaqa. Buni yog'ini kavlab ko'rishni xohlamadim, yo kavlab ko'rsammikin. Endi yonimda doktor shogirdim ham bor. Bo'lmagani qani? Lekin tuxli emas-da bu. Nimaga tuxli emas? Endi nima qilamiz? Qarang. Hurmatli obunachilar, demak bizni 5 ta tuxumimizdan bor yo'g'i demak bittasi ochib chiqdi. Qolgan 4tasida demak urug'lanish bo'lmagan. Menimcha tovuzimizni xo'rozi nima edi? Yangiroq edi. Menimcha shuni hisobiga bo'lmagan bo'lishi mumkin. Endi ertaga yana yangi tuxumlar qo'yamiz va sizlar bilan kuzatamiz. Demak, hozircha bitta tuxumni ochirishga erishdik va uni qanday katta bo'lishini ko'rsatamiz. Doktor Jalil nima qiladi deganinglarda, masalan, tovuqlar bilan, demak, zotdor qo'ylarim bilan, yana parrandalarim bor. Lekin 24 soat ishlayman, men ham doim ishlab turadi va shu yerda yana fizikultura ham qilaman, sog'lom turmush tarzini kechirib va mana shu archalarni o'zim sug'orib, o'zim nima qilib turaman. Va mehnat bilan shug'ullanaman. Prezidentimiz har bitta uyda tovuq bo'lsin degandan beri 100 ta bo'lmasa ham 20 ta tovuq boqaman. Kelasi safar tovuqlarimni ham ko'rsataman.